Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz hammaga qiziq bo'lgan mavzulardan biri yuz sohasidagi chandiqlarni qanday qilib bartaraf qilsa bo'ladi. Avvalambor biz birinchi navbatda bemordan so'rashimiz lozim, chandiq qachon hosil bo'lgan va chandiqning vaqtiga qarashimiz lozim bo'ladi. Chandiq 6 oydan kam bo'lmagan holatda u chandiqqa biz operativ yordam ko'rsatsak bo'ladi. Agar 6 oydan ko'p bo'lgan muddat bo'ladigan bo'lsa, uni mahalliy plastika, ya'ni shu yerning o'zida plastik, chandiqning ustida plastika qilib chandiqni bartaraf etsak bo'ladi. Ikkinchi usuli teri ko'chirib o'tkazish, erkin teri ko'chirib o'tkazish usuli hisoblanadi. Shu sohada chandiqni bartaraf etib, boshqa bir sohadan terini erkin ko'chirib o'tkazsak bo'ladi. Yana bir yo'li oyoqli loskut deyiladi va bu usulimizda o'sha chandiqqa yaqin bo'lgan sohadan chandiqni oyoqchali usulda ko'chirib o'tkazamiz. Bu bir necha etapda olib boriladi. Yana bir usulimiz endi eksterner yordamida bo'ladi. Bu sog'lom tomonda terini o'stirgan holatda terini erkin ko'chirib o'tkazib chandiqni bartaraf etsak bo'ladi.